Erim ovsinimga uylandi. 2013-yil turmushga chiqdim. To'ydan keyin bor yo'g'i 2 haftagina baxtli yashadim. Sekin-sekin urush janjallar boshlandi. Bittagina ovsinim bor edi, lekin farzandi yo'q edi. Mani bo'yimda tez bo'ldi. Homiladorligimni erim uydagilari bilganda rosa xursand bo'lishdi. Faqat bu yangilik ovsinimga yoqmadi. Har kuni erim ishdan kelganlarida ovsinim bilan qaytib kelgan qaynagachim menga qarshi qayrashardi. Qarabsizki, er xotin urushib qolardi. Qaynonam bilan rosa yaxshi edi, lekin ularni ham menga qarshi qilib qo'yishdi. Farzandim dunyoga kelganda turmush o'rtog'im rosa xursand bo'ldilar. O'g'illi bo'ldim deb. Hamma qilgan ishlariga, mani nohaq ayblaganlariga kechirim so'radilar. Boshqasini xafa qilmayman deb qop-qop va'dalarni ham berdilar. Lekin bu va'dalar ko'pga bormadi. Qaytib kelgan qaynagachim va o'sinim menga kun bermaslikni boshlashdi. Qaynagachim erimga bu sani bola emas, buni ko'chadan orttirgan deb menga to'g'ridan-to'g'ri haromi bolang deb aytardi. O'g'lim 2 yoshga to'lganda erim akalari, ya'ni o'sinimi eri rak bo'lib qoldi. Kasallik ko'pga bormay 9 oy yashab olamdan o'tib qoldi. Akajon o'tganlaridan 3 oy o'tib erim bilan gap talashib, urushib qoldi. Bu janjal kattalashib ketib, erim uydagilari ham aralashdi. Va kechasi hammaligi meni uydan haydashdi. Men onamnikiga ketdim. Qaynonam agar xotiningning orqasidan borsang, senga bergan oq sutim harom bo'lsin debdilar. 3 kundan keyin erim keldilar. Lekin onam bolam keting, ko'sangiz oqarmaydi, onangizni qarg'ishini olmen deb aytdilar. Oradan 10 kun o'tgandan keyin erimni o'zini kenaysiga uylanganini eshitdim. Ishonasizmi? Haligacha o'zimga kela olmayman. Qaysi aybim uchun menga bunaqa nohaqlik qilishdi deb haligacha javobini topa olmayman. Hozirda eko orqali farzandli bo'lishgan. Bizadan ham xabar olib turadilar. Ajrashganimga 8 yil bo'ldi, lekin bu hayot ko'rganimdan keyin ikkinchi marta yana oila qurishga juda qo'rqib qoldim. Bu kuzatuvchim hayotiy hikoyalarini o'qib, sizlarga murojaat qilgim keldi. Kelinglar, er-xotinlarning hayotiga hech kim aralashmasin. Na qaynona, na qaynsingil, na qaynagachi, na o'vsin. Shu dida gaplar bilan buzilib ketayotgan, dard ketayotgan oilalar qancha. Hamma o'zini hayotida baxtli yashasin.